Xo'sh, bizda navbatgi oshxonamiz tayyor bo'lib bitdi. Xudo xolasa 255 razmerga, bo'yi 220. Xo'p, doskalar istalishsa, mo'ykalarini qo'yib berdik. Gazlar yonyapti. Ichkalar ishlayapti. Barlari, eshiklarida o'chik mexanizm, qirg'oqlari plastmassa, chiroqlar, magnit teragan pichoqlar. Xo'p, rangicha to'qib bo'lyapti. Kechirgan sababi bizn laminat. Hop, ichlari oq laminatga ishlandi. Tok montajlari, hamma narsasi bo'ldi. Xudo xolasa suvlarini ulashib olsa bo'ldi. Ichiga ariston qo'yiladi. Tortmalari ham davochik mexanizm. 255 ga 220 joy. Tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Yaxshi kunga ishlatasiz.